Hormay usta aka, qarang, bozorga spiska berib o'rgan ekansiz. Istiqbol quvur deb yozgan ekansiz. U vashchi ko'p ekan-ku, qilib buni. Qaysi birini olish kerak? 3 tasini kestirib oldim. Ha, yaxshi qilibsiz namuna olib kelib. Hozir sizga buni batafsil tushuntirib beraman. Qani beringchi? Yaxshi, mana bunisi PXP, shiti polietilen, ya'ni molekulyar darajada to'qilgan plastik. PXA, PXP, PXC hammasi bitta sinfda. Yuqori haroratga chidamli. Sinib qolgan taqdirda ham qizdirib yana zavod holatiga keltirsangiz bo'ladi. Bunisi bo'lsa PERT. Yuqori haroratga chidamsiz. 40-50 gradusdan ortiq ishlatmaganingiz yaxshi. Sinib qolsa ham qayta tikla olmaysiz. Bunisi bo'lsa Pertal PERT, metalloplast shlang. Orasida alyuminiy qavati bor. Oldingisidan faqat alyumin bilan farq qiladi. Bu alyumin qavatda ikkita foydasi bor. Birinchisi bukilgach orqaga qaytmaydi. Ikkinchisi tizimga kislorod kirishini oldini oladi. Bo'ldi, alyumin olar ekanman deyapsan. To'xtang, shoshmang. Agar Pertal PERT olmoqchi bo'lsangiz, tavsiya qilmayman. Uzoqroq yil va muammosiz xizmat qilishini xohlasangiz, Pexal Pex oling yoki shunchaki alyumin qavatsiz Pex oling. Bo'ldi, o'shandan olaman. Shuncha gap kimga gapirdim? Aynan olib kelganini o'rnataman.